Assalomu alaykum, hurmatli Amir Temur shaharchasining nomer 1 Fetchika maktabi bitiruvchilari. Mana bugun 2019-2020 o'quv yili yakuniga yetib keldik. Sizlarga men bir og'iz bir tilegim bor. Xudo xolasa mana o'qishni bitirib universitetlarimizga o'zi imtihonlar boshlanyapti. Yaxshi ballarni olib, o'rtani yaxshi topshirib, yaxshi ball olib kuchli bir Qirg'izistonimizni, nafaqat Qirg'izistonda, o'zimiz chet mamlakatlarda ham o'qishlarga kirib qolishlarini men tilab qolaman. Xudo xolasa o'qishlarni bitirib Qirg'izistonimizga, bizning o'z shahrimizga har biringizni bir yordamingiz, bir hissangizni qo'shasiz degan o'ydamiz. Hurmatli Fetchika maktabi bitiruvchilari, men sizlarga omad tilayman. Yana bir bor sizlarni mana shu 2019-20 o'quv yili bitirganinglar bilan tabriklayman. Tinch bo'linglar, bor bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. Xorazm.net'da premyera. Birinchi bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x, judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon cho'g'lamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yo'l tilagim, oldinda ko'p orzularim. Salamatsizlar va hurmatli o'sh shahrining yoshlari, bitiruvchilari. Anın içinden taktap aytıp geçsem, Amir Temur kiçi şaharchasının nomer 1 Fetchika mektebinin bitiruvchilari. Bugünkü sizlerden akırkı qo'ng'iro je bo'lsa taktap aytganda şu bayramımızlar menen, şu o'quv yılını ayaqtap жатқан bayramımızlar menen qutuqtayman. Hurmatli agaylar, ejekeler, бұл біздің жаштардың, же болбосо бүтүрүүчүлөрдүн бүтүшүнө сиздердин салымыңыздар зор. Айтайын дегеним, ушул балдарды балпан кезинен бери бапесте өстүрүп, канча кыйынчылыктарга чыдап, ушуларды бүгүн мына убакыт келип, мектеп босогосунан аттаткандан кийин кайра учуруп жатасыздар. Ушулардын келечеги кең болсун. Sizler qanday tarbiya bersеңіздер, андан нары дагы өркүндөтүп, өстүрүп, келечекте илимдүү, ар бир кесиптин, өздөрү каалаган кесиптин ээлери болушун каалаймын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен сиздерге каалап кетет элем. Ушул боюнча эле токтобостон билимиңиздерди улантып, келечекте ар бириңиздер өзүңүздөр сүйгөн кесиптин ээлери болуп, бир эле o'sh shaharına emес, bir ile özüңөрдүн жериңерге эмес, Кыргыз элине жардамыңар тийген келечектеги азаматтардан болушуңарды, ар бир кесиптин ээси болушуңуздарды мен каалайт элем. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, албетте сиздерге айтарым, жолуңуздар шыдыр болсун, жолдошуңуздар кыдыр болсун. Ак жол сиздерге бүтүрүүчүлөр. Assalomu alaykum aziz ustozlar.
Qadrli do'stlar, so'nggi qo'ng'iroq tantanasi muborak bo'lsin. Pinhon orzularim chorlar maktabga. Olis istiqboldan etib ilk ogoh, tengdoshlarim bo'y o'lchab tizildik safga. Yoqimli qo'ng'iroq yangradi nogoh. Hayot chorloviga peshvozman peshvoz, har kuni turli tovushlar yangrab, ammo quloqimda o'sha ilk ovoz kelajakka chorlab hamon jaranglar. Вот и наступил, пожалуй, один из самых важных дней нашей жизни, выпускной. Столько тропинок истоптано вокруг школы, столько дверей открывается в новую жизнь. Мы всегда будем с теплотой вспоминать наши школьные годы, школьных друзей, конечно же, учителей, которые дали важный толчок в нашей жизни, вложив самое ценное и нужное. Ulug' ilm ildizi sizda mujassam, turli xil sohadan berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik jussam kam, yetuk inson kabi o'zgay muallim. Qalbingizda doim ilm porlaydi. Go'yo u nur kabi bizni chorlaydi. Siz meni tundagi yorug' yulduzim, nurli kunduzimsiz, aziz muallim. Hurmatli aziz bitiruvchilar, mana bugun sizlar katta hayotga qadam qo'ymoqdasizlar. Sizlarga har doim omad yor bo'lsin. Olgan bilimingizlarni hayotda qo'llab, elimizni, yurtimizni ravnaqini yuqori ko'tarishlikka Alloh nasib qilsin. Alloh taolo hech ham sizlarni adashtirmasin va hayotda o'z o'rningizni topib Qirg'izistonimizga foydasi tegadigan insonlar bo'lib yetishingizni tilab qolaman. Oxiri tilagim she'riy satrda bo'ladi. Yaxshi odamlarni izlang dunyoda. Shu maqsad ila dunyo kezingiz. Gar topa olmasangiz uni mabodo, o'sha yaxshi odam bo'ling o'zingiz. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz o'quvchilar, aziz bitiruvchilar, hammamizga ma'lumki, mana 2019-2020 o'quv yilini yakunlash arafasida turibmiz. Mana shu g'animat fursatdan foydalanib, men sizlarni so'nggi qo'ng'iroq bilan chin yurakdan samimiy qutlamoqchiman. Ilohim, nimaiki niyatlaringiz bo'lsa, barchangiz niyatlaringizga yetishingizga tilakdoshman. Sizga bo'lsin tilaklar, barcha ezgu niyatlar hech qachon tark etmasin sizni quvonch shodliklar. Tuproq ko'chalardan chopgan bolalik yillar changi ichra asta yo'qoldi. Bolalik ketdi-yu shu suhbatlarda uni kula-kula eslamoq qoldi. Aziz o'quvchilar, aziz bitiruvchilar, biz uchun qadrli bo'lgan bitiruvchilar, mana sizlar katta hayotga qadam qo'yish arafasida turibsiz. Mana shu yangi hayotga qo'yayotgan qadamingiz ilohim qutlug' bo'lsin. Barchangiz niyatlaringizga yetishingizga tilakdoshman. Yana bir bor so'nggi qo'ng'iroq bilan tabriklab qolaman. Yangi hayotga
ochib eshigin, bilsangchi barin dechimin 11 yil o'qib maktabda, qo'shin mektep hech kun. Hurmatli o'quvchilar, ota-onalar, maktab jamoati, bugungi oxirgi qo'ng'iroq bayramimizdan menin. Oxirgi qo'ng'iroq bitiruvchi klasslar uchun bolalikdan oxirgi qo'ng'iroqsi bo'lishi mumkin. Biroq yoshlikdan birinchi bosqichi. Hurmatli bitiruvchilar, safaringizlar baysalg'u bo'lsin. Aqchol saga bitiruvchi. Porpirab yonib turgan ko'zingizdan urgilay. Bo'yimizga teng kelgan bo'yingizdan aylanay. Hayajonda jilmaygan yuzingizdan urgilay. Xayr deb shivirlagan so'zingizdan urgilay. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilarimiz, bugun mana ulug' ayyom, oxirgi qo'ng'iroq kunida turibmiz. Faqat sizlargina emas, biz ham hayajondamiz. Chunki mana shu maktab ostonasiga qadam qo'yganinglardan boshlab 11 yil o'qigan bo'lsanglar, ko'zimiz oldida katta bo'ldinglar. Sho'xliklaringlar, o'qishdagi yutuqlaringlar hammasi ko'zimiz oldida namoyon. Ilohim yo'llaringlar, safarlaringlar bexatar bo'lsin. Oq yo'l tilaymiz. Hayotinglar bekam bo'lsin ilohim. Hamisha sog'likda, omonlikda, ota-onalarga xizmat qilgan holda yutuqlarga erishinglar. Hayot yo'linglar hamisha ravon bo'lsin. Turli tuman to'siqlar bo'ladi. Hayotning baland pastlari bo'ladi. Mana shunday holatlarda to'siqlarni, baland pastlarni mardonavor yengib o'tishinglarga tilakdoshmiz. Ustingizdagi oq libosdek oppoq bo'lsin hayotingiz. Ozod erkin hayot, porloq bo'lsin hayotingiz. O'sib, unib ulug'aying, kamol toping ilohim. Orzular qanotida parvoz eting ilohim. Oq yo'l azizlarim. Hurmatli muallimlar, qimmatli ota-onalar, hurmatli bitiruvchilar. Bugun sizlarni baringizlarda oxirgi qo'ng'iroq bayramingizlar bilan chin yuragimdan qutlaqlayman. Sizlarga bekemden sog'liq, uzun ömür, qajibas qayrat qalayman. Tүйшүктүү эмгегиңиздерди ар дайым балдар менен өткөргөнүңүздөргө мугалимдер сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу келечек ээлери, урматтуу бүтүрүүчүлөр, силерге кааларым ар дайым Кудай тараптан берилген назик сапатыңарды эч качан жоготпогула. Билимге болгон, илимге болгон изденүүңөрдү токтотпогула. Жолуңар ар дайым байсалдуу болсун, ар дайым ачык болсун. Заманыңар дайыма тынчтыкта болушун мен чын жүрөгүмдөн каалайм. Жолуңар байсалдуу болсун, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Unutma uyanlarda uçkan kuşlar, Klastaş kızlar baldar, Kalayman açılsa kenal yoluna. Bugun maktab ostonasin xatlab so'nggi bor. 11 yillik bolalikka yasaysiz yakun. Endi hayot darsxonangiz bo'lar maktabda. Chalinadi eng oxirgi qo'ng'iroq bugun. Bilmam joningizga tekkandir bu jarang. Balki bezor bo'lgandirsiz darslardan hatto, balki ustoz asabingiz qilgandir tarang.
lekin o'tgan maktab davrin unutmang aslo. Axir oson bo'lmagandir 11 yil kutmoq, bekor sarf bo'lmagandir 11 yil umr. Oxirgi qo'ng'iroq bilan barcha bitiruvchilarimizni chin yurakdan muborakbod etaman. Oq yo'l sizga bitiruvchi. Biz bilmaymiz bu yillar biroq bizga bo'lar shirin esdalik. Biz bilmaymiz bu yillar biroq bizga bo'lar shirin esdalik. Ey sinfdosh, to'xtab qolsin soat millari, chalinmasin so'nggi qo'ng'iroq. Ortda qolar yoshlik yillari, chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq. Bir oilada jamu jam edik, yillar o'tdi, tarqaldik, ketdik, endi mehr qadriga yetdik. Chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq. Sizni qadrlaymiz birinchi ustoz, birinchi qadamim esimda-ku oz. Sizni qadrlaymiz, sizgadir e'zoz. Chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq. Yangi hayot, yangi yo'llarga, qadam bosib yangi yo'llarga, yoshlik xotirasi shamshod safarga. Chalinmagin so'nggi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum, hurmatli maktabimiz bitiruvchilari, aziz o'quvchilarim, hurmatli o'qituvchilar. Bu yil mana 2019-2020 yil o'quv yilini sizlar bilan biz yakunlayapmiz. 9-11 sinflarimiz bu yil maktabda o'quv yilini bitiruvchilari bo'lib hisoblanadi. Bitiruvchilarga tilaklarimiz shaxsan o'zimni nomimdan, kollektiv nomidan, administratsiya nomidan, qolaversa o'zimni 9-V sinf o'quvchilarim nomidan hammalarga kelajak ishlaringlarda omad tilab qolaman. Iloyim katta o'qishlarga kiringlar, katta lavozimlarni egallanglar, kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishinglarga tilakdosh bo'lib qolaman. Hammalarga omad, sihat, salomatlik, oila a'zolaringlarga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hammalar sog' omon bo'linglar. Iloyim doim omadinglarni bersin, baxtinglarni bersin. Kelajak ishlaringlarga, hamma bitiruvchilarga omad tilab qolaman. Rahmat. Ko'zimda qalqiydi quvonch yoshlari. Maktab dargohim tark etarsiz bugun, yangi hayotga qo'ymoqda qadam, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Maktab dargohim tark etib ketish siz uchun azobdir, axir bu azob yuragimni ezar bir qiynoq, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq.